Qadrli obunachilar, mana bugun biz pitomnik pirat Muzaffar aka pitomniklariga mehmonga kelganmiz. Mana o'sha знаменитый Lokki Ukraina chempioni, o'ta og'ir vaznda, Liga Aziya chempioni, Qozog'iston mutlaq chempioni Zolotoy bilan bo'lgan bellashuvda ham chempion bo'ldi, yutdi. O'rta Osiyo bo'ri bosariga xos xislatlarni barchasi shu kuchda mujassam. Bo'ynilari, oyoqlari, orqa oyoqlari, har taraflama bo'yi juda ham vazmin, o'zini ushlaydigan, spokойный, odamlarga umuman beziyon, mehribon kuchlardan bittasi mana shu. Lekin jang maydoniga kirganda shunda 180 gradusga o'zgaradi. Jangchi bo'ladi. Hozir bu dostoyniy отдыхda, dam olyapti. Pensiyaga chiqqan hozir.